Germaniya ovozining xabariga qaraganda, Amerikaning Chengdudagi savdo jamiyati Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning keskinlashishi sababidan faoliyatni to'xtatganligini xabar qildi. Xitoyning Chengdu shahridagi G'arbiy Janub Amerika savdo uyushmasi 30-avgust e'lon qilgan bayonotida Xitoy doiralarining mazkur organga faoliyatlarini to'xtatish haqida rasmiy buyruq tushirganligini bildirdi. İlgilenişçe, Belorussiya Rossiyadan aeroplan, tik uçar ve hava mudofaa sistemasi qatorliq asosli harbiy aslahalarini setib olmoqchi ekan. Belta agentligining Belorussiya prezidenti Aleksandr Lukashenkoning naql qilgan xabariga qaraganda, Rossiya pot yaqinda Belorussiyaga harbiy ashyolarni avatadi ekan. Buning ichida hava mudofaa sistemasi bor ekan. Birleşken Devletler Dünya Meteorologiya Teşkilatı 1970-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda klimat o'zgarish va qurg'oqchilik sababidan kelib chiqqan odam va iqtisodiy ziyon haqida tekshirish olib bordi. Bu tashkilotning doklatiga qaraganda 50 yilda bo'ron, kelkun va klimat o'zgarishidan kelib chiqqan issiqlik to'lqini keltirib chiqargan ofat 5 hassa oshgan. Türkiye'nin Yangi Bozor Bosh konsulxonasining rasmiy ichilishi Serbiyadagi bo'shliq nufusi zich o'ltiraqlashgan Sankakh rayonida o'tkazildi. Marosimga Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu, Serbiya Tashqi ishlar ministri Selakovic, Turkiyaning Belgradda turishliq bosh elchisi Hami Aksoy va Yangi Bozor Bosh konsuli Bashar Bashol qatorliqlar qatnashgan bo'lib, Turkiya raisi Erdo'g'anning sinliq uchuri ko'rsatildi. Qatar Aviasiya şirketining bir aeroplani Talibanlarning kontrolligidagi Kabul aerodromining qayta ichilishi uchun tekshirish olib boradigan texnika guruhini elib, Kabul aerodromiga qo'ndi. Yana bir tarafdan Talibanlar bilan Afg'onistonning Panjshir o'lkasida Tojik Ahmad Mas'ud boshchiligidagi yerlik kuchlar o'rtasida yanada yarashish bo'lmadi. Keng ko'lamli to'qinish ehtimolligi kun sari kuchayadi. Aldınqatda Xitoy milliarder artisti Javi Bashirov olgan barliq kino televiziya programmalari Xitoydagi sen supillardan chiqarib etilgan. İlgilenişçe, Javi aldınqı asrning 90-yillarning oxirida Malika Xanjo televiziya teatridagi roli bilan dong chiqargan 2001-yili Shaolin futboli nomli kino texmi olqishga erishgan bo'lib, yaqinda barliq kino filmlari tordan g'oyib bo'lgan. Xitoyning dаңlıq Shin ayollar moda kiyimlari shirkati xizmatga qabul qilishda Uyg'urlarni kamsitganligini inkor qilib, boshqa bir ishga o'rinlashtirish o'rnining ularning nomini suiiste'mol qilganligini ilgari surgan. BBC'ning xabar qilishicha, bu shirkat uning nomida ishga qabul qilish e'lonini chiqargan o'rin ustidan tekshirish olib berishga boshlaganligini bildirgan. Kishilik huquq tashkilotlari va g'arb tadqiqot o'rinlari Xitoyda Uyg'urlarni ishga qabul qilishda kamsitishning umumyuzlik ahvol ekanligini ta'kidlab kelmoqda.